hurmatli birodarlarimiz, mana safarimiz davom etyapti inshaalloh. O'zimiz sog'ingan, yaxshi ko'rgan birodarlarimizni, akalarimizni imkon qadar ziyorat qilishga harakat qilyapmiz. Bugun sizlarga bir ajoyib bir akaxonimizni suhbatini olib, shuni iloji boricha jonli efir orqali bir suhbat qilishni o'zi niyat qildim, chunki men o'zimning fikrimcha juda ham bir ummat uchun manfaatli narsa bo'ladi. Chunki hozir ro'paramizda o'tirgan akamiz, yani Habibulloh akamiz, Alloh taoloning bir suyukli bandalaridan bo'lsin, ismiga o'xshab o'zlarini endi yorqin bir yoshlikdagi navqiron payti bo'ladi insonda. Shunaqa umrlarning bir 20 yilini shu zolimlarni qamoqxonalarida o'tkazgan. Ko'pchiligimizga hali bir dostonday bo'lib eshitiladigan, u yerdagi azobu uqubatlar, u yerda bo'layotgan har qanday shunaqa narsalarni haligi orqa-vorotdan eshitganimiz, har xil do'stdan, dushmandan eshitganimiz uchun ko'pchilikka bir afsonaday tuyulsa, ko'pchilik eshitadi, ishonadi, ishonmaydi, hayron bo'ladi. Men akamdan ba'zi narsalarni eshitganda hayratdan yoqa tutadigan narsalar bo'ladi-da. Shunga bir akam bilan suhbat qilib, mana shu suhbatni iloji boricha o'sha jonli efirda suhbat qilaylik. Ya'ni tabiiy suhbat qilaylik. O'sha aytib bergan narsalaringizni bir boshqalar ham bir bahramand bo'lsin deb akamni o'zi atayin bir ziyorat qilgani kelgan edim. Alloh nasib qildi shu kunni mana. Akamiz o'sha 1990-yilda o'shali Karimov uyushtirgan portlashlardan keyin qo'li qurug'ini qaramasdan bir chekadan iymon ahlini, qancha ustozlarimizni, olimlarni, da'vatchilarni minglaganini olib borib qamagan xabaringlar bor. O'lgungacha shu odamlarni chiqarmaysan deb ustiga yana yangi muddatlarni qo'shib o'sha 5 yilga qamaganni ham, 10 yilga qamaganni ham o'sha 18 yil, 20 yil chiqarmadi. Akamiz ham o'sha 99-yil martda tushgan bo'yicha 20 yildan oshiq o'tirib 2019-yil o'sha avgust oylarida chiqib kelgan. Va u yerda juda ham ko'p o'sha holatlarda, o'sha yerdagi birodarlarimizning ahvollarini, o'sha yerda bo'lgan voqealarda tirik guvohi bo'lib, yani o'zini bir qismi sifatida ko'rib o'tgan. Yani ba'zi bir bizga aytib bergan narsalarini endi qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazishga ham harakat qilganmiz. Endi o'zlaridan ko'rgan odamni, shuni ichida yashagan odamni o'zidan bo'lgani baribir boshqacha bo'ladi deb bir suhbat uyushtirishga harakat qildim. Endi bu kutilmaganda, hech kimga o'zi avvaldan e'lon ham bermadik, boshqa ham qilmadik. Endi sahar hozir kunda endi biz yurtlarda tong otib turgan payti bo'lsa kerak, inshaalloh bo'lishib qo'ysanglar yana ham ya'ni shunaqangi mavzularni originalini, ya'ni aynan o'sha odamlarni o'shalik har doim qaytaramiz, 20 yil, 25 yil zolimni qamoqxonalarida sabot bilan turib o'sha yerda ibodatini qilgan, haqni baralla aytgan, azoblasa ham, sheriklarini o'sha shahid qilib o'sha yerdan jasadlarini chiqarsa ham qaytmagan, ya'ni hozirgacha ham o'sha qaytmay, ya'ni chorak asr degan o'tirgan insonlar bor. Alloh nasib qildi, mana hozir shu akalarimizdan bittasi inshaalloh Habibulloh akamiz bilan o'tiribmiz. Alloh taolo o'sha birodarlarimizni hammalariga ofiyat bersin. Endi aka, siz bilan o'zi suhbatdan murod, biz anchadan beri niyat qilib yuraman deb baribir o'zingizga ham aytganman. Shunday bir holatlarda guvohi bo'lgansizki, ya'ni buni ummat bilish kerak. Men shunaqa deb bilmadim boshqa odamlarda qanaqa. Chunki ummatni bugungi buzuq propagandalar qanaqadir bir hayoliy bir o'zlari to'qigan bir narsalarga ishontirishmoqchi. Lekin tirik guvohlar, ya'ni sizga o'xshagan o'sha 20 yil o'shani voqeasini ko'rib yashagan odamlar juda ham ko'p. Yani oxirgi yillarda endi ulardan bir qanchalari chiqdi. Hozirgi kunda yana bir qanchalarini yana qayta olib kelyapti. Ya'ni
Bu ahvollarda ummat bilishligi kerak. Ya'ni islom ummati bugungi zolim tuzumlarni qanaqaligini, voqeasini tanisin, do'stini bilsin, dushmanini kimligini bilsin. Shuning uchun o'zi maqsad qilgan narsam siz bilan shu mavzuda bir o'zi suhbat qilishlikni niyat qildim. Albatta, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Albatta, xalqimiz ichida dinga bo'lgan muhabbat, bizni yurtimizni, millatimizni, o'zini islomiga bo'lgan muhabbat shu soyuz parchalanib ketgandan keyin birdaniga kuchayib ketdi. Chunki dinni qanchalar qissa, odamlarni muhabbati unga nisbatan shunchalar o'sar ekan. Mustaqil bo'ldi, unday bo'ldi degandan keyin hamma o'zini diniga nisbatan talpinish kuchayib ketdi. Qancha olimlarni ko'rdik, umrimizda eshitmagan gaplarni eshitdik. Musulmonchi deganda shunaqa bo'lar ekanda deb ular yurib o'tib ketayotgan davrlar edi. Keyin haqiqiy islomda nima ekanligini tushunishni boshlagandan keyin bu islom degan narsa butun hayotimizdagi muammolarni yechaverar ekan. Biz faqat shu shaxsga taalluqli namozimizni o'qisak, ro'zamizni tutsak, hajga borib kelsak yoki bir ota-onani yaxshi xizmatini qilsak, bo'ldida shu jannatda kirsak, shu jannatga kirgizsa bo'ladigan ish shu deb yurar ekanmiz o'zi. Keyin islomda haqiqiy suratda tushunishlik davri bo'ldi desa ham bo'laveradi. Endi o'sha davrlarda hozir aytayotgan davrlaringizda qaysi davrda qasd qilyapsiz? Ya'ni hozir biz o'zi aksariyat yoshlarimiz endi o'zi bir 20 yil, 30 yil buyoqda tug'ilganligi uchun davrlar desa ancha bu yoqda hozir siz aytayotgan endi vallohu alam bir 35 yil nariyoqdagi bir davrlarda aytyapsiz hozir. Tugash arafasidagi yillardan keyin birdaniga 91-92 yillarda shunaqa bir o'zimiz ko'rmagan, eshitmagan shunaqa olimlar chiqdiki, ularning gaplari atrofda eshitayotgan ehsonlarimizga kelayotgan domlalarimizni gaplaridan ko'ra ancha tirik. Bizda uyg'onish desa ham bo'laveradi. O'sha davrlarda bu islom biz o'ylaganchalik unaqacha shaxsga taalluqli narsa emas ekan, butun hayotdagi muammolarni yechib beradigan narsa ekan deb tushunish boshlangan davrlar edi. Alloh rozi bo'lsin. Hozir bir minut. Ovozlar yaxshi eshitilyaptimi? Bir odamlar endi asosiy maqsadimiz haligi ovozimizni yetkazish, yozib qo'ysin. O'sha yerdan agar ana bo'lsa bir aytib qo'yasiz. Ba'zida ovoz muammolarimiz bo'lib qoladi. Shunga gapingizni bo'lib qo'ydim. Endi aka behijolat shunaqa endi texnikachilik. Ana shu ummatni ahvolini inshaalloh endi men boshidan bizni biroz ranjitgan narsa, hammalaringni bag'rimga bossam, men senlarni bir xalqimni yaxshi ko'raman, bu xalqim uchun unday bunday degan gaplarni gapirib, aqsa endi bo'ldi, bu yog'i Islomobod bo'lib ketadi deb umid qilgan ekanmiz. Keyin davrlar o'tdi, haqiqiy islomda nima ekanligini Alloh taoloning hukmi bilan barcha muammolarni hal qilinishligi Alloh taoloning hukmlari bilan hal qilinadi degan narsani tushungandan keyin butunlay bir hayotda o'zgarish hosil bo'lib ketdi. O'zi biz ham yaxshi odam bo'lmaganmiz. Avvallarda ham har xil fikrlarni eshitsak, unisini to'g'ri, bunisini noto'g'ri deydigan, ajrata oladigan holat bo'lardi. Keyin nimani Hizbut Tahrir fikrlarini eshitgandan keyin mutlaqo boshqacha bir
bo'lib ketdi. Lekin bu narsani Qaysi yillar? 98-yillarda bizga nisbatan sal odamlarga tanitib, bular terrorist, bular ekstremist yoki bo'lmasam yana qanaqadir bizga ham eshitishga ham noqulay bo'lgan xalqimiz, farzandlarimiz, ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz oldinda ham hijolat bo'ladigan nomlar bilan atalardi. Mana shu narsadan keyin qama 99-yili boshlandi, o'zi 98da boshlangan. 99-yili 16 fevral Toshkent portlashlari, shu narsalarda bahonasida butun xalq ichidagi shunaqa dinni, o'zini dinini yaxshi ko'radigan kishilarni yo'qolib qolayotganligini eshitdik. Keyin yoppasiga qamash ham boshlanib ketdi. Ungacha bitta terib olardi. Mana u 95-yil olgani Abduvali akani. Xalqimiz ham taniydi-yu, misol uchun Abduvali akani suhbatini eshitgan, boshqalarni so'yib, bu bir chiroyli suhbat qiladigan odamni nimasi yomon ekan deb o'ylanar ekanda. Endi ular xalq o'zi yaxshi ko'rib turgan, o'zi bu odamdan qo'lidan yomonlik kelmaydi deb turgan odamlari bitta yo'qolib qolgandan keyin tabiiy davlatga nisbatan savollar paydo bo'lar ekan. Qizig'i yeri men aytayotganim o'sha avvalida qamayotganda unaqa e'lon qilmagan, Abduvali akani yo'qolib qoldi. Ya'ni hech kim hech narsa demadi. Haligi qamadik, ushadik, ayib qo'ydik, terrorist boshqa demadi. Endi xalq tanib turgan 20 ming odam da'vatni eshitib turgan odamni bu terrorist desa, u betiga hamma tupurardi. Yani avvallari yo'q bo'lib qolardi yo boshqa bitta ayb bilan, masalan hozir ham bo'lyapti, masalan mashinasiga qo'yib yuboradi yo birov ustidan jalb qiladi yo bo'lmasam o'zlariga Tohir Malik aka kitobida ham bir keltirib ketadi o'sha ilmli insonlarda shu bittasiga bir buzuq fohishani olib kelib meni zo'rladi deb bo'yniga yuklaydi. Ya'ni avvallariga, ya'ni 99-yildagi portlashgacha o'zi ko'p ustozlarimiz bo'lardi, bitta olib ketib boshqa bir ayblar bilan yo'q bo'lib qolardi. Ha desa qamab yuboribdi. Shunaqa qilgan ekanda desa, endi tushunmaganlar ustidan yozib bersa, odamni ichi olasi ichida ekanda, endi shu qarz olib bermasa yozib beribdi deb shunaqa ham yurganda. Endi hali portlashlardan keyin endi yoppasiga ekstremistlar, terroristlar, boshqalar degan yangi shiorlar boshlandi-da. Biz hatto shu portlashlar bo'lganda o'zimiz ham hayron qolamiz. Bu qanday bo'ldi bu? Biz ko'tarayotgan narsa insoniyatda fikrlarini buzuq bo'lsa, unlab qo'yish kerak degan fikr egasi bo'lsak, qanday bu portlashlar bizga qanday aloqa bo'lishi mumkin bu narsada deb o'ylanib ham qoldik. Keyin qama boshlanib ketdi. Dadamiz ham, ota-onalarimiz ham xursand edi. Bu mahnaqa Xudoga shukur, Allohni tanib qoldi. Bir Xudoni tanib qolganiga xursandmiz. Gap so'zlari ham oldingidaqa emas. Shirin shakar bo'lib qoldi degan narsada xursand bo'lib turgan paytda shu ota-onalarni bag'ridan chiqib ketib qoldi. 99-yili mart oyida edi. Olib chiqib ketdi. Otam ham hayron, dadam ham, ona ham hayron. U bechoralarga endi nima ham deb tushuntiramiz. Olib ketdi. Keyin tinimsiz tuhmat, bo'xtonlar tarqashni boshladi. Biz o'zimiz ichkaridamiz endi. Olib kelib ketib turib birinchi qilgan meni o'zimga bo'lgan narsa Asakadagi nimaga olib ketishdi, Ivesga. Ives deb qo'yadi. Turmagidagi tergov jarayonida shu yerda ushlab turadi. Izolyator временный содержание degan o'zi vaqtincha izolyator ushlab turish tergovgacha. Uning tualeti ham yo'q, kamerasini ichida tashqariga chiqib anaqa qilinadi. Vaqtinchalik 15 sutkadan oshiqcha ushlash mumkin emas ekan edi. Shuning ichida tergovni qilib olish kerak. Endi tergovga kelgan odamlar bu
O'zbekiston odamlariga ham o'xshamas edi. G'alati bir arman sifat, bittasi Xitoy sifat, shunaqa odamlar edi. Ularni keyinchalik ham eshitmadik, televideniyada ham ko'rmadik, biron yerda ko'rmadik. Bu yerda odamlar emas edi. Shu narsadan bir o'ylanib turib, ha o'zimizni xalqimiz baribir bizga nisbatan muhabbati bor, bizni taniydi-yu, bir kun bu siyosat bir apil-tapil boshlanib ketdi. U 3-4 kun ushlab turib hech qanaqa bizda ayb yo'qligini bilib qo'yaveradi deb shu kun sanaganmiz qarang. Bugun 5 kun o'tib ketdi-ya. Solishtiradigan narsa yo'q edi u paytlar. Falonchiga o'xshab men ham shunaqa bo'lib ketaman degan. Xudo xohlasa yakshanbalik oshni uyda yesak kerak deb o'ylanar edi endi shu mahalda. Keyin shunday chaqirib tayyormisan dedi. Vayskovoy keldi. Tayyormisiz dedi. Nimaga tayyor bo'lishimiz kerak? Seni tergovga olib chiqaman hozir dedi. Ashetta Vayskovoy deb harbiy nazoratchilar. Shunchaki dejurniy odam. Astoydil tekshirib ketdi. Og'izlarimni ham ochib, tishlarimni ham ko'rib, nima gap? Sen lezva tezo anaqa lezva deb haligi soqol oladigan mo'yka nima shunaqa piska deydi. Shunaqa narsalar tiqib olishar ekan. Hali o'zini ochib o'ldiraveradi. Shunaqa deb vahima qilar ekan. Tergovga olib chiqib ketyapti. Qo'qqisdan qattiqroq bir narsa bo'lsa, ularda shu eski qilig'i bor ekan. Ulardan xabaringiz yo'q sizga. Unaqa nima bu? Og'ziga lezbiya soladimi deb. Barmog'ini og'zimga tiqib kavlashim. Nimani bildikin? Chiqib ketdik. Kirgandan keyin voy shirik bunaqa ko'rinishicha vahimali odamlar o'tiribdi, 2 kishi. U paytda biz unaqa texnologiyalardan ham o'zi ko'rmagan edik. Oldimizda bir qizil chirog'i yonib nimadir o'ynab turibdi. Katta qo'yib qo'yilgan narsa. Keyin bilsam, ularni menga nisbatan qiladigan muomalasi qanchalik bo'lardi. Tergovni qaysi darajada olib boradi degan bir syomka ketayotgan ekan. Uni men bilmayman, keyinchalik bildik endi. Bu narsalarni tushungan paytda undan keyin bildik, shunda nazorat ostida ekanmiz, bizni tergovlarimizni kuzatib turar ekan deb qo'ydik. Nima yo'ldasiz? Mana shunaqa hizbda to'g'ri deganmiz. Mana shu Hizbut Tahrirda a'zosi bo'lganmiz. Kim o'rgatgan sizga bu hizbda? Unaqa o'rgatgan odamni tanib ulgurmaganman. Endi aytgim kelmaydi, endi o'rgatgan odamni falonchi deyish, endi biz oldin ham bunaqa bularni aytganiga falonchi deb, suvonchi deb deyishlikdan uyaladigan davralarda bo'lganmiz. Shuncha birovni ismini aytmadik. Mana shunaqa bozorda o'tirgan paytimda shunaqa o'rgatib bittasi to'g'ri gap ekan, qanaqa qilib kiradi bunga desak, mana kiradi dedi, kirib oldik. Endi buni jinoyatdan deb o'ylamaganmiz. O'zi jinoyatdan o'rganayotgan narsamiz bizni butun hayotimizni o'zgartiradi. Hayotni o'zgartirishi qanaqa? Kecha shu bola sal nariroq tursa edi deydigan odamlar, voy shu odamni suhbatini eshitsam edi deydigan suhbat egasi qilib qo'ya qoldi-da. Gaplashib, anaqa bo'lib. Yo'q, u tergovda ortiqcha biz kutgan mehr-oqibat, unaqa chiroyli suhbat bo'lmadi. Bir qimirlamaydigan taburetkasi bor tergov xonasida. Xabaringiz bormi? Yerga betonlangan shunaqa taburetka bo'ladi. Men taburetkasini olib, ularni yaqiniga o'tirsam gapimni yaxshiroq tushunadi deb olaman desam, taburetka qimirlamaydi ekan. Nima qimirlamaydi ekan desam, keyin bildim. Bo'ldim, bu qaytmaysin, bu yo'lni rasvo yo'l, manaqa kimdan o'rganganingizni, kimga berganingizni aytasiz, bugun uyga ketaverasiz dedi. Yo'q, unaqa o'rgangan odamimizni tanimaymiz ham o'zini. Shu bozorda o'tirsam kelib o'rgatdi.
degan gapni aytibman. Sen shu hammang bozorda o'tirib o'rgangansan degan narsa bilan qani usha dedi. Haligi qimirlamaydigan taburetgani oyog'ini bunday qo'yganda tagida bunday to'rtta tayoqchasi bo'ladi. Shuni tagiga oyog'ingiz tiqsa qimirlamay qoladi. Bu yoqdan bosib turar ekan, endi nima qilar ekan desam, haligini dubinka deb berdi. Rezinkali tayog'i. Shu bilan birinchi o'ng oyoqqa, keyin chap oyoqqa. Ana endi to'xtasa kerak endi jar bo'lar ham. Odamni bolasi shekilli deb o'ylagansiz yaxshi gumonda. Endi 3-4 marta urib o'zlari ham hijolat bo'ladi. Bilmagan narsani mana odam o'qitgan deb aytmagandan keyin hali uravermasa kerak debman. Yo'q, u boshlanishi ekan. Oyoq tagini hech erikmasdan uraverdi, oxiri yo charchashdi yoki men his qilmay qoldim. Oyoq tagi his qilmay qolar ekan, haligi dubinkani oyog'ini urayotganda his qilmay qolinar ekan. Sezmay qoldim. Bo'ldi dedi, buyog'iga o'tdi. Shu sezmay qolishini ular ham bilar ekan. Keyin ana qadriyat bir chekkadan boshni ustiga dovur pala-partish urib ketishdi. Bilmayman qancha bu narsa davom etganligini bilmaganligim sababi ko'zim oldi tumanlashib ketdi-da, yiqildim. Keyin iyag'ini bilmayman nima bo'lganini. Keyin haligi vayskovoy keldi. O'zbekcha gapiryaptimi ular haligi urdayotgan, O'zbekcha gapiryapti. Tiniq o'zbekcha gapiradi, lekin ko'rinishi Xitoyga o'xshaydi, berigisi armanga o'xshaydi. Bizda hozir tergovchilar, boshqalar ko'pincha shunaqa dashnomlardan boshqalardan bo'lardi. Ona juda shunchalik ham beri ham bo'lardi. Endi shunaqangi uryapti, endi shaqillatib. Umrimizda bunaqa narsani ko'rmaganmiz. Yo'q, suv betlarimga sepgandan keyin sal o'zimga keldim. Qarasam hali ikkalasi yo'q. Hali meni lezoyevmi deb barmog'ini tiqib kavlagan vayskovoy turibdi. Aka dedi, men nima bo'lmadim dedi. Men sendan nima bo'laman? Endi men apchiq dedim, bunchalik uradi deb o'ylamadim. Men o'zim qo'rqib ketdim dedi. Ust-boshlarimdan bir narsa sassiq hid kelyapti. Kiyimlarim shunaqa, men qanday sassiq narsa bo'lishi mumkin? Desam, hali vayskovoy o'zi javob berdi, shu harbiy nazoratchi. Yechib bering ust-boshing dedi. Nimaga? Desam, yeching. Men almashtiraman dedi. Yechdi. Keyin bilsam, shu hushimdan ketganda ancha-muncha jirkanch ishlarni qilishgan ekan. Buni aytishga ham hijolat bo'lsa, shunga ham ta'bi tortgan ekanda, shunaqa ishni ham qilib ketganligidan. Bu odamlar musulmonchilik u yoqda tursin, insonchilik ham yo'q odamlar ekanda. Dedim, yuraman desam, yura olmayman. Hali oyoq tagiga urganda ishib qolar ekan. Haligi sharni suvga to'ldirib, shar ishirib turib, bunday bossangiz qanaqa bo'ladi haligi? Oyog'ingizdagi shuni qo'yib qolar ekan. Yuraman deyman, xuddi shilqillaradi, suv bo'lib qolar ekan. Teri bilan suv orasida, go'sht orasida shu suv to'planib qolar ekan. Yurmang, hozir yurmay turing dedi, qimirlamay turing dedi. Suv buvaxnaqa qilib turib, keyin haligi kameradagi ikkitasini chaqirdi. Bu yerda ko'tarish boringlar dedi. Ko'tarib kirdi ichkariga. Kameradagilar hayron.
siz biron yerda kattaroq odamni pulini o'g'irlab o'zingiz nima qildingiz bunchalik bu ahvolda qarang endi ko'karmagan yer qolmagan ekan haligi hushimdan ketgandan keyin ham men orqaga urganimni men sezmaganmanda orqalaring ham anaqa qorayib ketibdi deganidan bildim o'zi sog' joyi qolmagan ekan. Bu kaltaklar birpasdan keyin bilinar ekan. U haligi et sezmay qoladi shekilli. Ayniqsa bir uxlab turgandan keyin o'sha joylar bezillashni boshlaydi. Haligi kameradagi bir ajoyib odam bor edi. Bizni kolxoz tepasida shunaqa bir o'rislar yashaydigan yer bor edi shu yerdan. U odam ham nima bo'lib tushgan ekan, shu bitta musulmonga pul berib qo'ygan ekan yordam uchun. U odamni ham shu sen musulmonsan deb anaqa qilib turib bir balolarni bo'yniga qo'yib qamab yuborgan ekan. U odam masjid solganda bu 3-4 so'm bergan ekan. Shunaqa odam ekan haligi. U dardingizni kimga aytasiz endi shunaqa? Ertalab tursam hid zirqirayapti, qimili bo'lmaydi-da. Shunday qimillasam og'rib, ko'karmagan yer qolmagan. Bu yerlarga urmagani deyman. Juda qiyin, og'ir o'tdi. Bir kun o'tdi o'rtadan. Bir kun o'tdi. Keyin ikkinchi kuni ikkinchi kuni kech payt yana haligi o'zi bezillayapti. Yana shu vayskovoy smenasi. Tursun yana ishlar keldi deydi. U mendan battar hijolat bo'lyapti. Xuddi ularga bu ro'para qilyapti. Yana onalar keldi dedi. Chiqsam Bu xalqni ichida haligi yurgan endi oddiy masalan bizda ham shu bassavoylar bo'lardi. Biror narsa olib kelib bersang, olib kelib beradi. Boshqa qiladi. Endi oddiy haligi odamga o'xshagan, odamgarchilikni yo'qotmagan odamlar edi. Endi siz aytgan odamlar odamlarga chiqqanimda qilmasa chiqqanda yana shu ikkalasi lekin juda chiroyli gapirdi. Sigaret chekasizmi dedi. Yo'q, men chekmayman. Shunchalik kaltayishingiz shartmi? Bizdan ham xafa bo'lmang. Shunaqa bir kattaroq kecha sal jahlimiz tezroq edi. Bugun tushundikki mana endi siz yaxshi odam ekansiz. Mahallangizdan ham surishtirdik, hamma yoqdan tuzuk odam ekansiz. Endi shu sizga kim shu fikrlarni berganligini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Tamom. Keyin sizni qo'lingizdan ham kimdir mana shu fikrlarni eshitgan bo'lsa shuni aytasiz bo'ldi. Yo'q deyishimga boshladi. Yana kechagi eski odamlar paydo bo'ldi. Eski odamlarga aylanib qolishdi. Yana shunaqa keyin ko'zim ochsam mana shu kameradan. Shunaqa boshlanishligi. Keyin bu holat o'sha yerda ushalgan hamma musulmonlarga nisbatan, ya'ni dini uchun olib borilganlarga nisbatan shunaqa. Men o'yladim, o'sha paytda mana biza ustimizda turgan o'sha paytdagi rahbar to'pori o'zbek tilida gapiradigan, hammalaringlarni bag'rimga bossam, Karim haqida gapiryapsan. baraka topkurlar, yoshlarimiz baraka topkurlar desa, bir chiroyli, yaxshi odam ekan. Endi har holda endi dinga yordam beradigan odam ekan. Ketma-ket masjidlar ochildi mana. Endi deb yuravergan ekanmiz. Endi mana qilib qamab urgandan keyin bu odam musulmonmikin deydigan bo'lib qoldik. Endi haligi shu yerda bitta narsa bor-da, aka, qarang. Nima deb o'ylaysiz? Yoshlar urayotganda masalan ba'zi odamlar endi haligi tabiati buzukroq bo'lsa, endi metni ham, prokurorni ham, oddiy domlani ham fe'li buzug'i bo'ladi. Shunaqa fe'li buzug'i uchrab qolibdi deb ham kimdir endi hali hasboshlab ko'rishi mumkin-da. Mana shunaqangi, ya'ni
bitta narsani осознанный shunaqa qilaman hozir. Ya'ni etap bugun uraman, ertaga yaxshi gapirib ko'raman, aytadi bo'lmasa yana uraman degan shunaqa o'zi planlari bilan tepadan topshiriq sifatida, endi albatta ular ham bir havasga qilmaydi, o'zi odati tepaga borib отчет berish uchun qiladi. Ya'ni mana shunaqangi bir insoniylikdan ham chiqib ketadigan bir jirkanch bitta maxluq qilib qo'yib turib, endi bo'lib ham endi so'rayotgan hali jinoiy sheriging qani, kim bilan birga o'ldirgansan, nimaga bu ayolni zo'rlayotganda qo'lidan ushlab turgansan desa, mana bu narsada mayli odam g'azablansin, boshqa qilsin, endi mumkin ehtimolli. Endi mana bu narsada endi ya'ni nima degansan, senga kim o'rgatgan deyotgan narsalar unaqa o'zi odatda endi u davrlarda vahimali emas edi. Yo'q, men o'zim Qayerdan o'shanaqa narsalar kelgan deb hayol qilgansiz o'sha mahal. Endi u avvalda yo'q edi, hozir aytsa, bu yerda eshitayotganlar ham hammasi tushunsa kerak. Endi islomga qarshi tinmay propaganda, tinmay yomon ko'rsatish, hatto odamlar yoniga kelsa, odamlar ham shunaqa qilib urushdan toymaydigan fikrni berdi. U paytda yo'q edi, masalan, biz ham masalan o'sha rahbarlar ham o'zi musulmon bo'lsa kerak, mayli namoz o'qimasa ham, dindan xabar bo'lmagan eski kommunist ham zato hali bo'ldi, endi biz musulmonmiz deb gapirsa, endi musulmonda endi achchig'i kelsa sal bir nimadir deyish mumkin, lekin unaqa dining uchun shunchalik azoblargacha borib ketadigan, masalan, menda ham avval tasavvuri yo'q edi-da. Keyin shu narsalarni eshitgandan keyin boshida hayron bo'lganmiz, ishonmaganmiz, unchalik emas turib ko'pirtirgandi. Lekin davom etib, hatto qatllar qilib, o'liklari chiqib, undan keyin o'zimiz ham kirib ko'rib haligini, menga bu nimaga g'azab qilyapti desa, dining uchun boshqa hech qanaqa boshqa bir aybing yo'q-da, masalan. Jinoyat qilmagansan, hech kimga zarar keltirmagansan, na moddiy, na dunyo. Biz yaxshi umidda edik. Biz qancha mana shunday ahmoq yo'llardan, qanchalar buzg'unchi yo'llardan bu fikrlarni eshitib turib, otasini, onasini duosini oladigan mahalla ko'rsa, yaxshi bola bo'lib qoldi bu deydigan odamga aylandiku, bularga gapirsak, bular ham shunaqa bo'ladi. Mana shu biz eshitgan fikrlarni bularga ham aytib, butun borliqni yaratgan yaratuvchisi otamiz aytganligi uchun emas, o'zi rostdan bor ekan deb tushuntirsak, shunaqami deydi deb o'ylab, soddalagan shunaqa bo'ladi. Mana shu bir kaltalayotgan odamga sizlar mana shu bizni zaharlandi deyapsizlar shu fikrlar bilan. Xuddi shu fikrlarni eshitib ko'ringlar, haqiqatda noto'g'ri bo'lsa, mana shu davlatni xalqqa, davlatga yoki bironta iqtisodiy tomoniga zararimiz yetadigan fikrlarni olgan bo'lsak, mana eshitib ko'ringlar. Xolis davra suhbatlari bo'ladi deb o'ylabman. Tergovlarda qani o'zi bu qayerdan o'rgangansiz bu fikrni bir gapiringchi, nima o'zi bunaqa zaharli narsani qayerdan oldingiz? Bu yomon olinyapti bu. Desa, aytib bersa, ularni ketadi deb umid qilibmiz. Ayt desa, mahnaqa deb aytsa, nechta kitob o'qiyotganligini bilar ekan u tergovda. Biz eshitayotsa biz gapiramiz. Surasiydan Murod. Shunaqa ekan. Siz mana kitoblarni o'qibsiz-da, dedi. Shuncha gapimdan meni qancha kitob o'qiganligimni bilishlik uchun harakat qildi, xolos bu bechora. Yo'q, eshitish niyati yo'q ekan. Bu dastlabidagi soddalik ekan. Mana bu portlashlarni ham kimdir portlatgan bo'lsa, uni topadi-da, sizlarni bilmasdan urib qo'yib biz o'zi portlatganlar onalar ekan, chiqinglar, ota-onalar, sizlar yaxshi odam ekansizlar deydi bir kuni. Baribir suhbatlashib shuni tushuntiramiz deb umid qilgan ekanmiz. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Ommaviy qamashga aylanib ketdi. Mahallani o'zidan 3-4 kishi qamalib ketdi. Bitta kichkinagina mahalladan. Yani bütün qishloqdan 50-60 ta shunaqa qator qamalishni boshladi. Qamalganlarni ba'zilari o'lib ham qoldi. Haligi azoblar ostida. Endi qattiqroq noto'g'riroq urib qo'ygandir, o'lib qolgandir, endi shunaqa bo'lgandir deb yuraverdik. Bunchalik davlat
o'zini xalqiga nisbatan bunaqa zo'ravonlik qilolmasa kerak, buni haqiqati chiqadi baribir deb umid qildik. Yo'q, unaqa narsa bo'lmadi. Men o'zi bu haqida juda og'ir masala gapirib eshituvchilarni ham mana bu tomoshabin bo'lib turgan bizni suhbatimizni eshitib turgan yigitlarni ham dillarini vayron qilishlik nimasi menda yo'q. Menga eng achinarli bo'layotganligi yillar o'tib ketdi. Mahmudjon, 24 yil, 23 yil, biz mana 21 yil ota-ona sarson, ota-onani tobutini ham ko'tarishlik nasib qilmadi. Zonadagi mahallimizda o'tib ketdi. Keyin bu rahbar o'zi shunaqa ahmoq ekan. Bu rahbar musulmonlarga bir qattiq yomon ko'radigan ablah odam ekan. Shu bo'lsa qolgani yana bitta ustimizga Xudoyim dinini yaxshi ko'radigan, peshanasi sajda ko'rayotganlarni yaxshi ko'radigan, musulmonlarni ko'rib quvonadigan Xudoyim berib qo'ysa deb umid qildik. Yo'q, shunaqa u sharmandalarcha o'lib ketdi. Xabaringiz bo'lsa kerak qanaqa bo'lganlarini. Oilasi xususida ham butun xalqimiz o'zi ko'rib ham turibdi. Bunaqa o'zini farzandlarini qanaqa tarbiya qilganlarini ko'rdik, eshitdik. U o'ldi endi. Keyingisi kelganda endi birdaniga zonalarda juda og'ir mashaqqat bo'ldi. Uni alohida gaplashmasak bo'lmaydi. Inshaalloh o'zi aka bir narsani aytmoqchi edim. Agar imkon topsangiz o'zi endi bu bitta suhbatimizga sig'adigan ham narsa emas. U 20 yil. Lekin men aytishim kerak bo'lgan shuni imkon topsangiz bir vaqti bilan suhbat qilib tursak. Siz bilan gaplash mana bu birodarlarimiz oldida eshitayotgan birodarlarimiz ichida yana qancha mana shu ichki ishlardan o'tirgandir yoki bironta bir rahbariyatdan o'tirgandir. Musulmonlarning uvoli bo'ladi. Shunday yigitlarni mayli endi narigisi Mirziyoyev aytgandek axlat tuzum deb baholadi avvaliga. Shu axlat tuzumdagi xatoliklar endi to'g'rilanar ekanda deb umid qildik. Haqiqatda bizni quvontirib o'zi 11 yil bergan dastlabda. Keyin yana hali zonadan chiqqanimiz yo'q. Boshqa zonalarga etap qilib turibdi. Tinimsiz bitta zonada ushamaydi. Chunki bitta 99-yil 11 yil surov bergan. Degani 2010-yil chiqib ketishingiz kerak edi qoida bo'yicha. Agar oxirigacha dazvanga o'tirsangiz. Uydagilar ham 1 yil chiqib qoladi, 2 yil chiqib qoladi. Oxiri surovga tugab chiqarkan deb ota-ona ham kutgan. U paytda tirik edilar. Alloh umrlarini xayrli qilgan bo'lsin, qilgan yaxshi amallarini qiyomatda soyabon qilsin. Ularda umidi puchga chiqdi. 11 yildan keyin bor endi surovga tugayapti. Qachon tugashlarini bilib kelish kerak. Yo'q, yana qayta sud qilib 7 yil qo'shib berdi. 18 yil bo'lib qoldi. Ha bo'pti, shu endi 18 yil ekan. Deb uni ham o'tirdik. Endi u 99dan 18ga o'tirgan nimalarni men alohida bir inshaalloh. Inshaalloh Alloh nasib qilsa bir imkon. Lekin hozir menga alam qilayotgan narsa 23 yil, 24 yil o'tirib chiqib sen kim bo'lasisan deb nevarasini so'rab taniyotdi. Endi oilasi bilan endi tanishyapti. Kimidir uy yoqqa borib kelguncha ham ancha-muncha mablag' kerak bo'ladi, zonaga qatnashlikka ham o'zi bo'lmaydi. Kimdir oilasini bakishlikka zo'rg'a qurib yetadiganlarni oilasi bo'lmaganda
Yillab, Yillab. qancha Endi nevarlar haligi tug'ilib, bolalar o'sib, uylanib. bu farzandlarini ham rasmlarda ko'rgan. Hmm. Haqiqiy o'zini ko'rib, endi bag'ri to'lib, oilasi shunday otamiz bag'rimizga keldi-ya deb endi quvonch bo'lib turuvdi. Yana avvalda bir 5 kishini, bir 30 kishini olib ketdi, yana qayta shunaqa ish boshlanib ketdi. Bu davrda hamda bu keyingi rahbarni davrida shunaqa yana bir boshlanib ketdi. Hozirgi kunda men ich-ichimdan ezilib xalqqa bir murojaat ham qilmoqchiman. Haqqilariga duo qilsalar bir yaxshi bo'lardi. Mana bu 23 ta Toshkentdagi yigitlarni hozir sud jarayoni ketyapti. Xabaringiz bormi yo'qmi? Eshitganim, o'tganda men 29 deb o'ylabman kecha. Yo'q, 23 tami? 23 ta. Ularda har bittasi 20 yildan o'tirib chiqqan mablag'. Ya'ni taniydigan, siz taniydigan odamlar. Biz aksariyati bilan asosan shu ashlarni ichida ko'plari bilan o'tirganmiz. Bitta gapingizni deb bo'lib ketaymi aka, shu imkon topsangiz bitta shu odamlar haqida bir aytib bersangiz. Chunki men aytmoqchiman, men nimani xohlayapman siz bitta odamlar kimi ushlab qolmayotganini tanisin. Masalan, bizda odatda endi hamma biladi, televideniyada qator to'rttasini ko'rsatadi, gapirtirmaydi, eshitmaydi-da. Manaqa deb turib, ana shuncha jinoyatni mana yuklab turib, mana shunaqangi odamlar deb qo'ysa, odamlar tasavvurida bir juda vahimali, juda bir to'da shunaqa deydi, bo'ldi, tanimaydi uni kimligini ham, otini, familiyasini eshitishi mumkin-da. Endi men boshimdan o'tkazganman-da, hali kirib ko'rganman uni. Hatto endi boshqa tashqaridagi emas, o'sha yerdagi zeklar o'tirib hali jinoyatchilar, bittasi o'g'ri, bittasi zo'ravon, bittasi qaroqchi. Sizlar nimaga qamaldi derdi-da. Shunaqa sen, men qaroqchiman, o'g'riman, o'ldirdim, zo'rladim. Men qamasa tushunaman. Seni nima qiladi qamab? O'zi sen ibodatdagi o'san, kelganingdan beri bizni yaxshilikka buyuryapsan, o'rgatyapsan, ibodatga o'rgatding mana, halol haromni ajratyapsan, harom desa yemayapsan, qonunga o'xshasa ham. Nima qiladi? Sizlarga o'xshagan odamlar qamab bu davlat deb hayron bo'lardi-da. Endi ular ko'ziman ko'rdi-da, endi mana bu xalq ko'ziman ko'rgani yo'q. Tanimaydi. Falonchi, pistonchi shunaqa qildi. Jinoyat qildi 159-chi. Davlat konstitutsiyon tuzumiga qarshi boshqa deb turib, hammasi u kimligini ham bilmaydi-da. O'shuncha aytayotganim, mana shu odamlar haqida endi o'zingiz tanisangiz, ya'ni to'g'ridan to'g'ri tanigan, men bilaman. Agar u odamlarni ism tanimasam ham qanday odamligini bilaman. Lekin siz tanigan odamlarni aytgan guvohligi qiyomatda ham guvohlik bo'ladi-da. Bu yigitlarni hammasini bu xalq tanimasa, nima uchun 25 yildan keyin, 23 yildan keyin, 20 yildan keyin, ba'zilarini 18 yildan keyin bu xalqda yomonligini ko'rmadi. Bu yigitlarda birontasidan qo'shnisi yoki bironta mahalla yomonlik ko'rmaganligini o'zlari aytib turibdi. Lekin uzoq yillardan keyin kelganda ham voy suhbati shunaqa shirin odamlar bo'ladimi deb endi ko'rishib turgan, xursand bo'lib turgan, mahallasi ham quvonib turgan bir paytda yana qaytarib bu 23 ta bolani bittasini pelni aytib beray, bir donasini, endi hammasini emas u. Shu ba'zilar akalarimiz, ba'zilar ukalarimiz juda qattiq urvardi. 51-zonada juda oshchi urvardi. Haligi bir Boboyev degani bo'lardi. Po'lat sababi urishdi. Shu qaytasan deydi. Yo mana bu Hizbut Tahrirda so'kasan deydi. So'kib turib orqasidan mana shu nimadan qaytdim, to'g'ri yo'lga o'tdim deysan deb urardi-da. Shu ularga to'g'ri yo'li asha odamlarni yo'li. Odam gashidan chiqib ketganlarni yo'li. Ashlarning ichida sal kattaroq tevardi shu Boboyev degani 51-zonada. Boboyev hozir shu 23 tadan ichida bittasi-da. Yo'q, Boboyev u 51-zonani
rejimni. Ha, u haligi Ha, qizillardan. ha. Ve shunaqa bir u ham o'zi nima emas, Po'lat Mamedov deb shu kavkazlik odam, shu kavkazskiy aksent bilan gaplashardi. Qattiqroq tevardi. Endi Kim haqida ketyapti? Monaldinga Tegilgan odamni mana shu otimi? 23 ta bolalarning ichidan bittasini Ism billa kirib qo'yganmiz. ismi, familiyasi bo'lsa yana. Uni alohida inshaalloh. Ha, bor. Hozir Tamam. ularda Mhm. sen qaysi biring deb yana u bechoralarga bir zulm bo'lmasin. Hozir Hammasi o'zi ushlab zulm bo'lyapti. Shuning uchun men so'rayotganim ham endi bu odamlar baribir ayblov bilan olib kirib qildi. Masalan, o'zidan o'zi biz aybdormiz deb bo'yniga olmagandir. Hozir ham yana olib kirib o'zi o'shancha yil nohaq o'tirdi. Hozir ham ayb yuklayapti-da ularga. Hali kelib oshqa berib, kelib choy ichib ketinglar deb chaqirmaganda endi ularni bugun. Ularda hech qanaqa aybi yo'q. Haqiqatda mana bu keyingi prezidenti narigi tuzum axlat tuzum, kelsa 5, kelmasa 15 xalqimizni qamoqxonalarga tiqib tashladi degan so'zlardan keyin sal mehr o'rganib qolar ekan. Davoyim o'ldir, deb ur, dalillar to'xtab qo'yganda. O'zi shuncha yillar davomida 16-yilga davr o'ldirilganda ko'zimiz oldida shu zubilani tishga qo'yib turib bolg'ama urib sindirilganlar. Shunaqa holatlar bo'lib o'tgan. Endi inshaalloh bir yuragimiz ko'tarsa aytib beramiz bu narsalarni. Mayli, Boboyev haqida gapiryapsiz, shundan naqling aka. U shu Boboyev kaltagini yeb chiqqandan keyin bir qarg'atgandi. Yes, seni polonaqa bo'lsin, sonaqa bo'lsin deb qarg'ayapsan. Bitganimiz aytdi, aka dedi. Biz eng so'nggi payg'ambarni ummatimiz. Bu payg'ambardan keyin payg'ambar kelmaydi. Allohning rahmati bo'lgan payg'ambarga merosxo'rmiz. Biz har bir ozor berganni qarg'aversak, qarg'ishlarimiz o'taversa, ularga bir ziyon yetib qolsa, bularni hidoyatini so'rashdan bu tilis shunga aylansa bo'lmaydimi qarg'aganlarga ko'ra deganda u ancha yosh, mendan ancha yosh edi. Qarg'aganimga jolib ketdi. Shu odamni sen duo qildingmi? Men shu odamni duo qildim, hidoyatini so'radim aka deb qo'yadi. Endi u qiyin narsa. Misol uchun yana shu narsani takrorlasa, men yana shunaqa qarg'avarishim ham mumkin edi. Lekin haligi yigitni tarbiyasi bo'ldimi? Shundan keyin bizni haqqimizga qanchalar zulm qilsa ham o'sha ukamni eslab qolaman. Alloh hidoyat qilsin deb qo'yaman. Baribir chidash qiyin bo'lib qolar ekan. Qiyin. Yigitlarda og'ir tergovlardan chiqqan bitta yigitni bilaman, vodiy tarafdan. Bitta ayolni shunaqa ayollar qanotini shunaqa boshqargan. Shuni sen tasdiqlaysan deganda, yo'q, men bu ayolni tanimayman desa, shuni bo'lmasam zo'rlaymiz deganda. Tanimaydi haligi ayolni. Bir muslimani zo'rlaymiz agarda yo'q shu ayollarni shu Hizbut Tahrirda ayollarini shunaqa boshqargan desam, u ayolni nima qilmas ekan. Shunaqa bir jirkanch ish qilaman deyapti. Ilojim qolmadi, men shariatni yaxshi tushunmayman, nima qilishni bilmayman. Masha ayolni bir nomusini to'xtalishiga men sababchi bo'lib qolamanmi dedimda, nima qilishni bilmasdan shu paytda kallamga deydi, bir chekada turgan ishchi ko'rinibdi deydi. Shuni olib turib bir urdim deydi stolga deydi. Shat o'zim o'ldirib qo'yaqalay Xudoni oldiga, ona ishni
zinoni ko'tara olmadim xudoyim. Mehnat qilib qo'ydim, gunohkor bo'ldim, o'zimga o'zim bir ozor berib qo'ydim deyman-da deb man shu gunohni tomosha qilib turgandan ko'ra shu o'lim yaxshiroq degan narsa man tortib yuborgan. U hali pichoq emas ekanda, yo lezо emas ekan. Haligi shishani 5 qirra 6 qirra bo'lib turar ekan. Tortganda endi bir yo'liga teri shilinib ketgan. Ko'rib qo'rqib ketdim. Qanaqa ahvol? Nima bu? Mehnat qildim. Tergovda shunaqa narsalar. Bular xususida emas mening gapim. Mana shunday mashaqqatlarni mayli axlat tuzumda o'sha davrda bo'lib o'tibdi. Ha endi bola chaqasini, nevaralarini ham bag'riga bossin. Bularni aybi nima? Biroda arkasini xomurib qo'ydim. Aybini aytasiz, men hozir o'zimni ushlolmaganim, ya'ni mana shunaqa rasvo odamlarni haqqiga yana duo qilib, shularni bir duoibat qilishdan chekinish, endi rostdan ham o'sha rahmat payg'ambarini ummatiligini belgisi. Masalan, men ko'p eshitganman, sahobalarni, payg'ambarlar tarixini o'qiganmiz, lekin o'zimizda his qila olmaymiz. Masalan, hozir aytayotgan narsani to'g'risi men shunaqa qila olmayman rostdan. Shunaqa ahvolni ko'rsam qattiq gapiraman, qarg'ayman, boshqa qilaman, lekin to'g'risi o'zi rahmat payg'ambarning ummati unga merosxo'r bo'lishi kerak. Lekin mana shunday odamlarni jazolayotgan, qamayotgan, yo siz aytgan hali azoblarni berayotgan. Endi hatto mayli o'sha nohaqdan o'sha bir chorak asr o'tirib o'sha yerda 20 yil, 24 yil o'tirib chiqsa, yana qaytib olib kirib shu odamlarga yana ayb, ya'ni qanaqa odamga desa, shunaqa zolimni haqqiga bir insof so'rab, bir insofli bo'lsin, shu iymonga qaytsin deb duo qilayotgan odamga qilish, ya'ni bilmadim. Mana u sig'diradigan gap emas ekanda. Tomosha qilib ko'rayotgan yigitlarning ichida, birodarlarimiz ichida agar toshkentliklar bor bo'lsa, shu 23 ta bolani birontasi yomon sifatini ko'chada yurib turib bir yomonlik qilgan sifatini aytib bera oladimi degim keladi. Endi xalqning 23 yil o'tirib chiqibdi, sen g'aflatda qolsan, davlatni provokatsiyasi, bular buzg'unchi, ekstremist, terrorist, erta portlatadi, berta portlatadi desa ishonib qolgandir. Endi chiqqandan keyin unaqa emasligini bilib, bag'riga olib, yana qamagandan keyin bu odamning insofing bormi? 25 yil bitta odam tug'ilsa, u 25 ga kiradigan yil qamoqxonada oddiy aristonlarda singari ham emas. Zo'rlaganda, odam o'ldirganda, o'nlab o'ldirganda 25 yil qamaganini hali eshitmadim-da men. To'g'risi eng vahshiy bo'lib ham hali qiymalab qopga solib bolasini yaqinda ko'mib yuborishdi ikkitasi. Ya'ni odam chidolmaysan, shularga 25 yil, 20 yil bergan yo'q-da. Yaxshi, yomon almashib qoldi. Hayron qolasan-da, bu bo'pti, mayli aybdor deb qamab. Qanaqa ayb ekan u, haligi odamni qiymalab ko'mib yuborib yo yeb yuborgan. Men yeb yuborgani bilan o'tirganman, chuchora qilib yegan ekan. 18 ta xotinni shunaqa qilib yeb yuborganman degan. Unga ham 25 yil berishgan yo'q-da, qiziq yeri. Ya'ni odamlarni ham aytaman, fikrlab ko'rmaydim, mana bu odamni nimaga 20 yil qamadi ekan, nimaga 25 yil o'tirdi ekan, bir qiziq ham bo'ladi-yu, qancha ekan jinoyat shuni. Siz taniysizmi yo'qmi? Bir ajoyib u bobolari ham eski Sovet davrida ta'qib ostiga olingan. Shu pokoleniyasi shunaqa bo'lib kelganda, dinda mustahkam ushlaganligi uchun shunaqa bo'lib kelgan. Oilalardan tug'ilgan bir farzand ko'pchilikning hurmatiga ega bo'lgan bir yigitimiz bor edi. Ukamiz shuni suhbatini eshitib qoldimda. U ham ash paytda 15 yil bo'lgan ekanda, yo 15 13 yilmi bo'lgan. Endi billa izolyatorda o'tirib qoldi. Izolyator degani o'zi zonaga kirib qamagandan keyin ash yerda ham tuymang
qadalmabdi deb 15 sutga olib kirib erta sal odamlardan sal holir ayirga olib kirib qo'yib qiynaydigan qilig'i bor. Shu yerda qo'shni kamerada o'tiribdi bittasi. Ancha olim yigit. Gapini eshitsangiz, yodlab olsangiz, ancha muncha yerda aytib bersangiz, sizni katta olim deb o'ylaydi. Bundan eshitgan suhbatingizni ikkinchi bir yerga borib aytsangiz, darrov bu juda ilmli odam ekan. Endi shunaqa suhbati teran, juda ta'sirli, shunaqa bir mo'min odamda. Shuni respublikadan kelgan bitta prokuror zonaga kelgan, Hazayim bilan birga kirishib shu odamni olib chiqishgan, kabinetda o'tirishgan. O'tirganda, palonchi, bir oy zonada yurasa ekan xolos. Darrov yana narushina qilib qo'yasa ekan. Akiri 15 ga yetib qo'yar. Chiqqandan keyin sal ibratlanmasdan bir oy yana yurib turib, yana narushina qilaversangiz, umringiz narushinada o'tib ketyapti. Qamalaveryapsiz. Bu turishda sizni ozod qilib bo'lmaydi. Qamoqda ichida yana qamalyapsiz. Siz xulqingiz buzuq xulqlarni ichida eng ashaddiysiga aylanib qolibsiz. Haligi namozxon, 30 pora yodlagan, yana tafsirlarni ham qilib beradigan, bir gapirsa badanlaring titrab yig'laveradigan suhbatdosh haqida ketyapti-da. Bu haligi bir kalla kesar unaqa narsa emas. U ukamiz ham birovni ozor bermasdan o'zi haqida gapirganda, ko'chaga qo'yib yubora olmaymiz. Sizni chiqib ketishingizni xohlasak ham 15 ta narushinangiz bor ekan. Shuncha yil ichida. Mana shu oyda o'zida, mana 6 oyda ichida 4 ta bo'pti, 1 yil ichida 18 ta bo'pti. Bunaqada chiqib keta olmaysiz. Amisa, avfnomalar bo'lib qolsa ham chiqib ketmaysiz. Siz nima deysiz bunga? O'zingiz rozimisiz shunaqa haqiqatda shunaqa narushитель, tartib buzar ekanligingizni tan olasizmi? Mesela qarasa xolis so'rayotganga o'xshab shekilli endi. Boshliq, biz har qanaqa muammomiz bo'lsa, mana bu Hazayim orqali yechib olardik. Endi siz so'rayapsiz, mayli ayting. Men shu musulmon oilasida tug'ilganman. Yoshligimdan onam, bolam mana bu yerga gul ekib qo'ydi. Shuni bosib olmang. Bossangiz yomon bola bo'lib qolasiz. Desa, onam yomon bolani yomon ko'rar ekan. Buni bosgan odam yomon bo'lar ekan deb shu yerda bosmaganman. Onam yaxshi bolani yaxshi ko'rar ekan deb onalarimni, otamni, onamni yaxshi ko'rardim. Nima yaxshi bola qanaqa bo'ladi desa ashishti qilardim-da. Oxiri namoz o'qing, yaxshi bola bo'lasiz. Namoz o'qidim, ilm oling, yaxshi bola bo'lasiz. Ilm oldim. Qur'onni 30 porani yodlasangiz yana ham yaxshi bo'ladi desa yodlabman. Mahalla ko'yda bolalarga, yosh bolalarga mana qilib to'xtash o'ynab yurish vaqtini o'tkazib, shularga Qur'onni o'rgating, yaxshi bola bo'lasiz desa, ota-onamga shu yaxshi bola bo'lib ko'ringim kelibdimi? Yoshlikda shunaqa qiziqib astoydil bo'laveribman. Keyin yana islomni haqiqiy suratda tushunib qo'ygandan keyin qama boshlanib, mana bu yerga meni ham yomon bolalar deb qamab qo'ydi. Ota-onam yaxshi bola bo'lasiz desa, eng yaxshi bola men deb yuraveribman. Ilm bor, Qur'onni bilaman, hadislardan faloncha yodlaganman. Men endi yaxshi bola bo'ldim-da deb yuravergan ekanman. Keyin mana ustozlarimiz yo'qolib qoldi, qamalib qoldi, o'lib qoldi. Bunaqa odamlar davlat yomon ko'rarmikin? Bu
ota-onam yaxshi bola bo'lasan degan odamlarni davlat yomon bola deb qamayaptimi deb o'ylanib qoldim deydi. Shunaqa sodda so'z bilan unga tushuntirganda. Endi bu yerga keldim. Kelsam bittasini taniyman deydi. O'zini nevarasini zino qilib qo'yib turib 12 yil olgan. Zino qilganda o'lib qolgan, nevarasi o'lib qolgan. Shunga 12 yil bergan endi. Shu doim qo'shimcha posilka oladi. Doim pahvalniy list deb qo'yadi, zona tartiblik Ariston deb turib, nima faxrli yorliq beradi. Amisalarga tushasiz, anaqaga tushasiz deb. Yana bittasini qarasam, otasini merosini aka-uka talashib deydi. Ham otani o'ldirgan, ham akani o'ldirgan. 19 yil sro'ndan kelib o'tiribdi deydi. U odam ham deydi, doim поощрительныйlar, qo'shimcha svidanka olayotgan, qo'shimcha posilka olayotgan, maqtov yorliqlari komissiyalarga kiradi, 1 yili kesildi, 6 oy kesildi deydi. Mana bu odamlarni men jirkanchi odamlar deb o'rgatuvdi ota-onam deydi. Lekin bu yerda shunaqa odamlar maqtov ostida ekanu, ota-onam yaxshi bola deb tarbiya qilgan uslubda tarbiyalanganman. Men siz aytgandek 15 ta, 16 ta narushiyaning egasi bo'lib turibman. Endi men hayronman, janob prokuror. Yaxshi bola deb tarbiya qilgan ota-onam ahmoq. Yoki bo'lmasa yaxshi bola qanaqaligini bilmaydigan bu yerdagilar ahmoq. Menimcha ikkinchisi degan ekan. Endi o'zi aytib beryapti. Haligi prokuror uzundan uzun hikoyani eshitib turib, ahmoq desang ham yoqimli so'ksa deganda shunchalar gapirganki, shunga o'zi ham ta'sirlangan. Endi ahmoqlarda ahmoqligini shu darajada qalbiga singdirib qo'ygan ekanda. Haligi siz ancha bizdan ko'ra ilmga yaqinroq yashadingiz. Shunday davr keladi. Yaxshilik yomonlikka aylanib qoladi. Yolg'onchi rostgo'yga aylanadi. Shuni voqeasini ko'rdik-da ichkarida. Kim namoz o'qisa, uni itti bolasini savalagandek savalaydi. Kim haliginaqa buzg'unchilik bilan qamalgan bo'lsa, u yerda e'zozda turganligini ko'rdi. Demak, shunaqa bo'lar ekan. Endi men mana bu tomosha qilib turgan birodarlarimizni qurbi yetsa, agar tanisa shu 23 ta yigitni, undan tashqari 16 ta yigitni ham qamagan. Hozirgi kunlarda. 23 tani o'zi sudi tugash arafasida. Ularga surov beradi. Nima qildi ular? O'zi chiqib kelayotganda qaytganmisan yo'lingdan, bu hizbni noto'g'ri deysanmi? Deganda yo'q, to'g'ri deyman deganda ham chiqarib yuborgan. Endi ularda aytlayaptiki, hali ham g'oyasidan qaytmabdi deydi-da. Ha o'zi qaytmaganligi uchun 20 yil ayblamadi, chiqarding endi. Ular hech narsa qilmagan. Oilasini bag'riga bosgan, o'zini xulq va odobini mahallasiga ko'rsatgan. G'oyamdan qaytganmisan desa, yo'q desa, g'oyasi, ya'ni Hizbut Tahrirda g'oyasi ko'pchilik bilmaydi. G'oyani ular yod g'oya deydi. Masalan, Hizbut Tahrir g'oyasi haqida katta qilib o'sha birinchi yozib qo'ygan. Hizbut Tahrirda 3 ta g'oyasi bor. Birinchisi, islomiy hayotni qaytadan boshlash, ya'ni hayotimizga islomni butunlay, ya'ni hayotimizda degani masjidimizga boshqaga emas, butun hayotimizga. Imkon bo'lsa bitta choylar qilmaysin. Ikkinchisi,
islomni da'vatini butun olamga yetkazish, ya'ni risolat sifatida yetkazish. Aytib qo'yish emas, islom bor, payg'ambar bor deb emas. Islom Allohni jo'natgan dinlarini eng oxirgi mukammal qilib berilgan variantida shu qiyomatgacha bundan boshqasi bo'lmaydi, shu bilan yashagan baxtiyor bo'ladi, butun insoniyatga yetkazish. Mana bu Hizbut Tahrirda o'ziga maqsad qilib yozib, aytib, deb chaqirib qo'ygan narsasi. Jamiyatdagi o'sha buzuq fikr, buzuq tuyg'ularni islomiy fikr, islomiy tuyg'uga o'tkazish uchun to'g'ri tarafga yetalash. Mana bu 3 ta narsa. Buni tashviqot ham Mahmudjon. G'oyasida, ya'ni mana shu g'oyadan qaytasan deydi, qaytayotganda o'shani qilmayman. Shunaqa. Men unaqa dunyoga risolat qilmayman. Mana shu O'zbekistonning qonunlariga, ya'ni sekulyar, ya'ni dinni hayotdan ajratadigan konstitutsiyasiga, qonunlarga rioya qilib yashayman. To'g'ri yo'lga o'tdim deyotganlar ko'pchilik o'ylaydi, to'g'ri yo'lga o'tdim deganda qaysi yo'l? Desa, yo'q, mana islomni da'vat qilib yashash degan g'oyamdan voz kechib, O'zbekistondagi aytib qo'yganda bugungi ko'ryapmiz konstitutsiyaman qanday ishlaydi. Ana shu yo'lga qaytasan degan narsani talab qiladi. O'zi birinchi bitta qiziq yerida mayli qaysi g'oyada bo'lsin-da, endi umumiy qaraganda odamni birovni boshida turgan g'oyasi ikkinchi odamga nima qizig'i bo'ladi? O'zi masalani bo'pti, yoqtirmas, boshqa masalan kimnidir kallasida kommunistik g'oyasi bor. Hozir ikkitani bittani qarasang, Putinni maqtab, Putin SSSRni quraman deyapti, yana o'sha sotsializm bo'lsa yaxshi bo'ladi, kommunizm deyotgan eski chollar bor, yo yangi o'shalardan ta'sirlangan yozyapti-da masalan. G'oyada eski g'oya, bo'lib ham chirigan g'oya, ham xudosiz g'oya. Natijasini ham biz ko'rdik o'shini, to'g'rimi? Qanday sinib yo'qolganini. Ya'ni sinib yo'qolishga mahkum bo'lgan eng iflos g'oya. Ateistik g'oyalarda aralashuvidan chiqqan bir bemaza g'oya. Shu g'oyalarni ko'tarib yuribdi, g'oyangdan qayt degan gap yo'q. Yo bugun yangi g'arbni g'oyasini erkin bilganingni qil, itga turmushga chiqasanmi, erkakka erkak uylanib olasanmi, yashovur. Mana shu erkinlik haqiqiy g'oya deyotganlar og'zini yirtib gapiryapti, bu g'oyangdan qayt. Bu g'oyasi yomon, yot g'oya. Shu g'oyaga yot g'oya deganni eshitmadim. Yotmas ekan u. Endi mana bu bizni bir islomni hayotimizga qaytaraylik, risolat sifatida shuni tushungandan keyin olamga olib chiqaylik degan g'oya yot g'oya ekan. Qiziq yerda yot g'oya. Ya'ni sizlarga ham yotmay yozib qo'yinglar. Bizga mana shu g'oya yot desanglar, rostdan ham o'sha davlatning bir qismi bo'lib qolibsizlar. Endi shu g'oyadan qayt deyotganlarni hali azoblarini ko'ra aytaman-da, insofi bor. Qani bir g'oyaman qaytarmaysanmi? O'sha qaytargin kelibdi o'sha yot g'oyadan. Undan zo'r g'oya ko'rsatmaysanmi uni? Bugun kelib urib, sindirib, xorlab, boshqa qilib turib qaytaraman demasang. Men mana nima oldingisini shunaqa mayli shu islomga qattiq ashaddiy dushman odam ekan. Bu Karimov degani shunaqa bir ahmoq odam ekanda. Endi keyingisi sal bizni eshitadi. Bizni televideniyada shunday davra suhbatlari qiladi. Umid qildik-da, umid bo'lar ekanda baribir-da. Bitta davra suhbati qilib turib, ro'paraga sizlarda haqiqatdan ekstremizm, terrorizmda ayblanib, mana shuncha yillar o'tirdinglar. O'zi asl g'oyalar nima o'zi? Nimani ko'tarib chiqqansizlar? Sizlar nima ish qildinglarki, bu darajada 20 yillab o'tirdinglar deb suhbat bo'ladi deb o'ylar ekanman. Endi hamma o'zgarib yana oshkoralik. Qandaydir hali tuzukroq nima bo'lib qoldimi, imkon bo'lib qoldimi? Yana olib kim olib kelamiz? Endi yangisini olib kelsang, ota-onalarini qanaqa qabul qiladi? Eskilarni olib kelaver degandek, haligi o'tirib chiqqan uydagilari ham qatnovni o'rganib qolgan, olib kelaver o'shalar degandek qamab qo'ydi-da. Men achingan yerim shu edi. Lekin men mana shu tomosha qilib turgan, eshitib turgan birodarlarimiz, ularda haqqiga eng ozgina narsa shu duo qilib qo'yinglar. Agar ularda toshkentliklar bo'lsa juda yaxshi taniydi, inshaalloh ularni haqqiga duo qilayotgandir. Talab qilib chiqib qo'yinglar, unaqa qilmanglar, biz bu odamlarda yaxshi deb bilamiz desanglar, sizlarda ham imkoniyatinglar cheklanib qolishligini yaxshi tushunamiz. Lekin qahramonliklarda taninglar.
xalqimizni ichidan chiqqan mard o'g'lonlarni doim saralab turilganda sovetda davri bu yurtdan shunaqa mard erkaklar chiqqan, ularni saralab o'ldirib panoramalariga Sibirga olib borib o'ldirgan. Endi qolgani dinni demasa kerak. Dinini endi unutdi endi bular. Otalarini panoramaga tiqvardik-ku, osib tashladik, o'ldirdik. Endi yana Alloh taolo chiqarib qo'yar ekan. Lekin chiqqan sari yana bitta tozalovchi kelib turib, xuddi shulardan ketadi-da. Endi mana u 25 yillik davr inson eshitsa qo'rqib ketadigan yillar davomida og'ir sharoitlarda oddiy boshqa arslonlarni singari emas. Bir yil qamalibdi, 10 yildan keyin chiqibdi degan arslonda emas. Har kuni nimadir nayrang uni ustida bo'ladi-da, shunaqa qiyinchilik. Mana men bitta narsani aytib beradigan bo'lsam, men eshitganim, men u bolani yolg'on gapirganini eshitmaganman. Qorovul bozor degan yer bor Buxoroda 25-zona. Bozor. Yo'q, особый zona. Nima, kamerniy sistema, unaqa nimasi yo'q. Ana shu yerda men buni aytganim ham ijolot bo'lyapman-da. Qur'onni kameralardan yig'ib chiqib, endi o'qimasin deb yig'ib olyapti deb o'ylashibdi ular. U zonaning ichida tualetning bumaga chiqaradigan sex bor ekan. Qur'onni shunga solib turib, tualetni bumaga qilib, u sal sifatsizroq chiqadi, ertaga zonaniki, zonalarga tarqatadi magaziniga, arslon ishlatadi. Shunaqa nimalarga. Men uzr, jindak. Ko'p chiqmasam bo'lmaydi. Hay, mayli unda bitta duo qiling bugunga o'zi bomdodga ham ozgina qoldi bizda. Men duoni jay chiroyli qilishlikdan uzoqdaman. Men Alloh taolo qiyomat kunida bugun yo ertaga Xudoning oldiga boramiz hammamiz. Mana shu arzimagan 100 yildan keyin siz ko'rib turgan odamlar ham, siz o'zingiz ham hech kimimiz yo'q bo'lamiz. 100 yildan keyin yangi pokoleniya yashaydi. Ozgina davrda Robbimiz rozi bo'ladigan amal nima ekan deb qiziqib, atrofdagi kishilarga befarq bo'lmasdan hukumat bir odamni qoralasa, haqiqatda iflos ekan deb 20 yil iflos ekan degan kishi o'sha iflos deb qamaganlar bilan billa gunohkor bo'lib qolarmi deb qo'rqaman. Chunki siz bu borada yaxshi bilasiz, Lut alayhissalomni bir mo'jiza ko'rsatganda tuyani tog' orasidan chiqarib bergan shu Solih alayhissalomni shunda o'ldirganlar o'zi 3-4 kishi bo'lgan. Lekin balo hammaga kelgan. Ana shunday baloga barchamiz arzimagan bir hovuch odamni kasofati tufayli ro'para bo'lishlikdan Alloh saqlasin. Qiyomat kunida men mana bu bandalardan roziman degan bandalari qaysi qatorda bo'lsa, o'sha qatorda sizlarni va yaqinlaringlarga ham ko'rishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Katta rahmat aka suhbatingiz uchun. Inshaalloh yana suhbatlarni davom etkazamiz nasib qilsa. Mayli, men hozir xulosa qilib qo'yib inshaalloh yana nima qilamiz. Siz bemalol tahorat olsangiz bomdodni o'qiymiz birga. Mana bizda bomdod vaqti bo'ldi inshaalloh nasib qilsa. Alloh rozi bo'lsin akamizdan. Endi haqiqatda hali qiyinchilik bilan o'tgan shunaqangi holatlarni eslatish og'riqli narsa bo'lsa ham shunga jur'at qilib endi akamizdan meni xohlagan narsam endi u narsalarni bir eslatib ko'nglini og'ritish emas edi o'zi. Lekin ummat bilsin, mana bu insonlarning kimligini tanisin. Mana bu odamlar hayotda masalan qanchadan qancha
shunaqangi bir buzg'unchilar yashayotgan zamonda bunaqa odamlarni borligi o'zi bitta ne'mat, lekin shundan omma g'aflatda qolyaptiki, shunaqa bir tepadagi haqiqatali eshitganda chidolmaydigan narsasi, shunchalik zulm qilayotgan rasvo badbaxt bo'lganlar uchun haqqiga duo qiladigan, shunga bir insof so'raydigan, Allohdan hidoyat so'raydigan odamlar bilmadim, o'zi olamda o'zi bir sanoqli qolgan bo'lsa kerak deyman, bir bunday o'tirib olib sanab qo'yadigan. Ya'ni mana shu insonlarni shunaqa qilib jazolab, qamab, yana u ham qolib yomonotlik qilib, shu yerda tiliga ega bo'la olmagani yana o'zi aybi bo'lmasa jazolaydimi, aybi bo'lmasa 20 yil qamaydimi deyotgan odamlarning qiyomatdagi ahvolini o'ylayman-da. Endi oddiy bir odam bilan suhbatlashib borsang mayli-yu, lekin bir ish bo'lar. Lekin mana bu odamlarni orqasidan yomon gapirib borsang bilmadim. Allohning oyati borda, ya'ni o'zini yaxshi ko'rgan bandalari bilan dunyoda ham oxiratda ham birga bo'ladi. Hadisda keladi, kim meni do'stimga deb hadis qudsiy, ya'ni Allohdan rivoyat qilib aytayapti. Kim meni do'stimga qarshi chiqadigan bo'lsa, ya'ni shunaqangi bitta yomon narsani oldiki, Alloh taoloning do'stiga qarshi chiqdi-da, Alloh bilan suhbatlashyapti. Qiyomat kunida u zotga ro'para bo'lgan mahalda, Alloh saqlasin. Mayli, suhbatimizni yakunlaymiz. Inshaalloh nasib qilsa yana yaxshi kunlarda uchrash nasib qilsin. Akamizga ham iltimos qilamiz. Endi agar uzoqroq bo'lsak ham Zoom orqalimi boshqa shunaqangi suhbatlarda, ya'ni hali eshitadigan juda ko'p narsalarimiz bor ekan. Shundan imkon qadar sizlarga ham yetkazib turishlikni nasib qilamiz. Nasib qilsa Allohdan so'raymiz. Duo qilib turasizlar. Allohga omonatsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.